O'zbekiston haydovchilarini qiziqtirgan va ko'plab murojaatlarga sabab bo'lgan mavzu yuzasidan qisqacha javob bermoqchiman. Ya'ni Damas avtomashinamning orqa o'rindig'ini olib harakatlanganligim uchun yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilar, bilamizki, har bir transport vositasi ishlab chiqarilgan korxona tomonidan ma'lum bir toifa va klasslarga ma'lum bir maqsad va vazifalarni bajarish uchun konstruksiyada nazarda tutilib foydalanishga topshiriladi. Damas avtomashinasi 7 o'rindiqli yo'lovchi tashish uchun foydalaniladi va bu transport vositasida yuk tashish nazarda tutilmagan. Agarda sizda Damas avtomashinasi ko'rinishidagi konstruksiyada yuk tashish ehtiyoji mavjud bo'lsa, sizning xizmatingizga Damas van bo'ladi. Ushbu transport vositasi faqat yuk tashish uchun mo'ljallangan bo'lib, siz bunda yoningizda yukning egasi bilan, qoidalarga binoan yuk egasi bilan harakatlanishingiz mumkin bo'ladi. Endi aynan yo'lovchi va yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilarimiz uchun yangi marka desak ham xato bo'lmaydi. Bu Damas kombi bo'ladi. Damas kombi avtomashinasi mana ko'rib turganingizdek 5 o'rindiqli, ya'ni 5 ta yo'lovchi, haydovchi bilan birga 5 ta yo'lovchi tashish hamda yo'lovchi va yukni bir paytda tashish uchun moslashtirilgan konstruksiyasida nazarda tutilgan transport vositasi bo'lib sizga xizmat qiladi. Transport vositasiga ortilgan yuk yo'lovchilarga xalaqit bermasligi, xavf tug'dirmasligi uchun xavfsizlik choralari ko'rilgan. Yukni xavfsiz tashish uchun xavfsizlik choralari ko'rilgan. Shu o'rinda Vazirlar Mahkamasining 86-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, yo'lovchi tashuvchi Damas, umuman olganda yo'lovchi tashuvchi transport vositasini yuk tashish transport vositasiga o'zgartirishingiz uchun tegishli tartibda qayta jihoz uchun ruxsat olishingiz lozim bo'ladi. Bu esa faqat va faqat yuk tashish uchun mo'ljallangan, aslo odam tashish mumkin bo'lmagan Damas Labo avtomashina.